Assalomu alaykum, qadrli radio havaskor akalar. Baraxovkada mana bir signalizatsiya sotilayotgan ekan, taxminan 90-yillarga tegishli bo'lsa kerak. Hech qayerdan bir sxemasini ham topa olmadim. Ma'lumot ham mana bu razyomiga qiziqib oldim. Bu avtomobilga o'rnatiladigan blok. Bu yoqda mana kabellari, keyin shofyor olib yuradigan blok, pult desa ham bo'ladi. Yangi ekan. Upakovkasidan chiqarib qo'ygan ekan. Agar upakovkada bo'lsa men ko'rmasdim. Mana buni upakovka. Ichki tuzilishi. Bu tap tayyor AM передатчик. Yana 27 MHz ga. Mana bu yoqda mana modulyator 2002 modulyatsioniy transformator. Bu yoqda mana 21.66 taxminan 3 vatlar beradi. 27 MHz ga. Qolgan bu mikrosxemalar signalizatsiya ishlash uchun. Va unda yana tonalniy generator ham bor. 879 Hz ton jo'natadi, pult ishlaydi o'shanda. Buni hozir sxemalarni yaxshilab ko'rib chiqdim. Hech qayerdan topa olmadim internetdan, o'zini shuni o'rganib chiqdim. Mana bu yoqqa mana bu rezistorga biron bir signal bersa, signal bersa, albatta efirga chiqadi. Shuni tekshirib ko'ramiz hozir. Раз, 2, 3. Алло. AM передатчик, AM передатчик на частоте 27,95. 27,95. Чистая модуляция, прием. Волга 8. Радио Константин, Володя Ирина, Михаил Сергей, Виталий Николай, Денис Мария, Юра 9, Максим Геннадий, Анатолий, Василий,